Bu odam ismi Ibrohim. Qishloqda uni hamma Ibrohim pishak deb chaqiradi. Sababi u qishloqdagi qizmi, xotinmi, urg'ochi, kuchukmi, eshakmi farqi yo'q. Hammasiga gapirib chiqqan. O'shaning uchun ham xotinboz deb Ibrohim pishak deb chaqiradilar. Yaxshi qiz. Bu o'lgan xotinimi? Yomon ham o'xsh ekaningiz-da. Men sizdan necha yosh kichkinaman? Mahalladagi hamma qizlarga gapirib chiqdingiz. Xotiningiz bor-ku, o'zingizni yig'inang. Bla. Bu ham o'xshamas. Onasininki. Bu Pozil Amerikanskiy. Yoshi 45 da, lekin hali uylanmagan. Bo'ydoq. Uylanish esidan chiqqan deyishlaringiz mumkin, lekin bu onangga imgur luboy qizi o'riydi. Fozil kuchukmi? Fozil kuchuk? Qishloqda bironta qiz indira olmayapman. Qandaysan muravaga muncha qiz mindirding? Aytchi. Ibrohim pishak. Bu armada motorisi muraveyi 1,5 tonnacha yuk ko'taradi. Ana u aravanga muncha qiz sig'maydi ham. Muncha qizni ko'tara olmaydi ham bu aravang. Tushundingmi? Hozir men bu qizlar o'zim bilaman. Qara. Qizlara gapirma. Gapirma qizlara. Qizlar. Mani xotinim berdi nima qilibdi? Sen nima qilibsan berdi? Hamma kelganiga men ham keldim dadasi. Kaç ayda